Ammo xayolga bormanglar akalar, bu Nexus'imiz kimnidir, nimanidir urmagan, balki og'anagan holatda. Ko'rishinglar mumkin, mashinamizni oldi orqalari but-butun turibdi. Oldi kurluq, oldi eshiklari pachoq bo'lib ketgan. Bakoylarni ham sindirib yuborgan. Egalari Buxorodan haydab kelibdi akalar, shu bizga sotib ketish uchun. Endi qaranglar. Tomlari pachoq, stoykalari pachoq, oldi eshigi pachoq, o'rta stoykalar ham ketgan, laboylarni sindirib yuborgan. Bu mashinamiz og'anab ketgan akalar. Yili 2016, 122 ming yurgan. Lekin bu yog'i 4, 5, 9 yillik mashina bunaqa sostenada bo'ladi deb o'ylamagan edim. Salon holatlarini qaranglar. Bej eski salon, вообще ideal. 122 ming yurgan, gazlari bor. Xullas ko'rdinglar, mana shu mashinani mana shu holatida sotib oldik. Egalarining o'zlari bizga olib kelib tashab ketishdi. Xullas akalar, bu mashinani biz sotib olganmiz. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan mashinalar sotib olamiz. Bemalol murojaat qilasizlar. Telefon nomerlarimiz pastda bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bizga avariyni mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha sovg'amiz bor akalar. Bemalol murojaat qilinglar. Telefon nomerlar pastda bo'ladi akalar. Bu videoni bir yaqin tanishingizga jo'natib qo'ying, zero $100-200 ishlab oladi. Joninglar sog' bo'lsin.